Uchar Universitet. Abduri Ümit Şimşek. Tercüman Abdülaziz Akun. Tahrir Abdurahim Dövlet. Tekilmakan Uyghur Neşriyatı. Bir Nobel hikayesi. 7. babning davomı. Mushundaq ilim, san'at va vatanparvarlik muhitida Mariyaning o'rta maktabini bitirishi qiyinga to'xtamadi. Boshqa jinsdoshlarga o'xshashla umu oldida taqoq ishlarni ko'radi. U davrlarda qurbi yetadiganlar chet ellarga ketib, o'qishni boshqa davlatlarda Polshadagiga qaraganda nihoyat erkin shart-sharoit ostida davomlashtiradi. Mariyaning undaq qilish imkoniyati yo'q edi. Bunun bilan birga vaziyatni talto'kis umidsizlab ketkilim bo'lmaydi. Nurg'ulg'an polshalik yoshlarga o'xshash, umu Uchar universitetga tizimga oldi. Mariya Sklodoviska Uchar universitetining boshlang'ich mezgillarini oradan yillar o'tgandan keyin tuandikicha bayon qildi. Mening guruhim davlat istiqbolining xalqning ong va kayfiyatini yuqori ko'tarish uchun sarf qilinadigan tirishchilik bilan qutuldiganligiga ishongan yoshlar guruhlarining biri edi. Bir yerga jam bo'ldik va bir-birimizga oqshomlari dars o'tishni qaror qildik. Har birimiz boshqalarga o'zi eng yaxshi biladigan narsalarni tushuntirdi. Mariya otasi Bronya bilan birlikda Uchar universitetida o'qishni davomlashtirdi. İki ağaç singil bir planni o'tirib qo'ydi. Ular bir amallarni qilib Parijga berib, ilgirlab o'qishni davomlashtirmoqchi edi. Buning uchun oldi bilan Mariya ishlab, Brunoning chiqimlarini qamdaydigan, orqadan Bronya o'qishni bitirgandan keyin topgan pul bilan Mariyani o'qitadigan bo'ldi. Bu planga asosan Mariya Varshavaga nihoyat yiroq joydagi bir yozliq uyda bola boqchilik qilishga boshladi. Bola boqchilik qilgan kunlari Mariyaning xizmatlari texmi eg'irlashgan kunlar bo'ldi. Dastlabda faqatla o'yindigan Mariya bu qatim bol baqish bilan mashg'ul bo'ladi. Eshib qolgan vaqtlarda yana o'rganishni davomlashtiradi va yezi bolalarga dars o'tadi. Mariya u mezgilda jiyani Henrietta Mikhailovskaga yozgan maktublarining birida oqshomlari soat 9da kitoblarining beshiga o'talaydiganligi. Bunun bilanla qanmay, atigan soat 6da o'rnidan turib, kundalik ishlarni boshlashdan ilgari yana dars o'rganganligini bayon qilgan edi. U asnoda o'qiyotgan kitoblarni Mariya tuandikcha sanab o'tgan edi. Birinchi Danielning fizikasi. Birinchi tomi tugidi. Ikkinchi Spencerning jamiyatshunosligi. Fransuzcha. Uchinchi Paul Berisning anatomiya va fiziologiya darslari. Ruscha. Mariya bir vaqtda bir qancha loyiha bilan mashg'ul bo'lishning zehnni jonliq tutadiganligini deydi. Aksicha bo'lganda, davomli birli temada markazlashish aslida haddidan ziyoda besim ostidagi mengsni bekla charchitib o'tadi. O'qib charchagan, bir narsalarni tushunolmagudek darajada garanglashib ketgan chog'lar uchun bo'lsa, Mariya osonlikcha odamning aqliga kelmaydigan bir yo'lni topgan edi. Bundaq chog'larda matematika yoki trigonometriya masalalarini yechman. Bu mu diqqatimning chechilib ketishining oldini oldi. Meni qaytadan jonlantirdi. Bu mashg'ulotlar bilan birga Mariya yana dehqonlarning bolalarini tarbiyalashga tutishgan edi. Mariya xo'jayinning qizi Beronka bilan birlikda dehqonlarning bolalaridan tashkil topgan bir sinfga har kuni 2 soat o'qish yozish darsi o'tadi. Uning bu ishlari Polsha pozitivizmning dangliq yozuvchisi Eliza Orzevishkaning hikoyasidagi Antonina xonimga o'xshaydi. Antonina mo xeyla kichik yoshlardan tortib bir yot uyda bola boqchilik qilishga boshlagan edi va fursat topsa, yo'qsiz bolalarga bir narsalarni o'rgatish bilan mashg'ul bo'ladi. Ham o'zini taraqqiy qildirish, ham dehqon bolalarga bir narsalarni o'rgatish Antoninada shundoq bir ishtiyoqqa aylangan ediki, yotog'idagi chiroq kecha bo'yincha o'chmaydi. Mariyaning yotog'imi asosan degudak shuningga o'xshab ketadi.
dehqon bolalarni tarbiyalash faoliyatlari organik xizmat ichida ikki jihatdan muhim o'ringa ega edi. Birinchisi, shu kamgacha dehqonlar qatlimi bilan pomichiklar va ziyonlar orasida tilga og'udak o'rtaq zamin shakllanmagan edi. Ziyonlarning mustaqillik va erkinlik degandek g'oyalari yezliqlarga nisbatan unchula cho'nqur ma'niga ega emas edi. Pomichiklar bilan dehqonlar orasidagi munosabatmi ikki qatlamning o'rtaq kurash qilishiga hassa qo'shadigan munosabat emas edi. Uning ustiga ruslarning yer islohoti degandek tadbirlari ular bilan polshalik millatchilar orasidagi musofani texmo yiroqlashtirishni nishon qilgan harakatlar edi. Bu nuqtadan qaraganda dehqonlarning oqirishiga xizmat qiladigan hamma narsa ular bilan millatparvar ziyonlarni o'zaro yaqinlashtiradigan bir qadam deganlik bo'ladi. Ikkinchisi, ruslarning dehqon bolalariga beradigan ma'rifi ruscha edi. Buning dehqonlar bilan qilchilikmi aloqasi bo'lmaganligi uchun nodonlik bakla omilishib ketgan edi. Organik xizmat tarafdorlarining bu jarayonda Mariyaning go'yoki hikoya qahramoni Antonina xonimga o'xshash dehqon bolalarga polsha tilida dars o'tishi, masalaning negiziga markazlashish va ruslar vayron qilib tashlashga o'rnatgan narsani yiltizdan mustahkamlash deganlik bo'ladi. Ardın uzun o'tmayla Mariyaning xiyollari bir-birlab reallikqa aylanishga boshladi. Ochisi Bronya uni Parijga akeldirganda u qizg'inligini bo'shashtirmasdan, hatto uningdan kutilayotgan ijtimoiy mas'uliyatlarni to'liq ado qilolmagudak darajadagi mo'l kitoblari ichida hayotini davomlashtirdi. U bu yerda ismining fransuzcha nusxasi bo'lgan Mariya degan ism bilan Sorbon universitetiga kirdi. Universitetga berib, ko'mir chiqimlarini tejab qilish uchun kash vaqtlargacha kutubxonada o'rganish qilgandan keyin yuqori qavatdagi kichik xonasiga qaytadi. Tamig'i yog' surtilgan non bilan choydan iborat edi. Nihoyatda ayrim ahvollarda bu tizimlikka bir tuxum qo'shiladi. Bir mezgil oziqliq yetarsizligi tufayli davolanishga majbur bo'lib qolgan bo'lsa-mu, bir oz o'ziga kela-kelmayla yana burunqi terishchanligi va oziqlanish odati bo'yicha darslarni davomlashtirdi. Bu jarayonda taqdir uni Peri bilan uchrashtirdi. U mayli kishilik xarakteri, mayli g'oyalari jihatdan bo'lsin, Mariyani cho'nqur ta'sirlantirgan biri edi. Bir mezgil o'tgandan keyin Mariya uningdan to'ndagidek bir taklif oldi. Men umid qilishga jasorat qilolmagudak darajada go'zal bir ish. Agar hayotimizni bir-birimizning yanida xiyollarimiz bilan sehrlangan bir shaklda o'tkazilgan bo'lsak, sening vatanparvar xiyollaring, mening insonparvar xiyollarim va bizning ilmiy xiyollarimiz. Uzun o'tmay Mariya bilan Peri uylandi va xizmatlarini birlikda davomlashtirdi. Bu xizmatlar ularning har ikkisini 1903-yili Nobel mukofotiga erishtirdi. Shunda qilib, Mariya Nobel mukofotiga erishgan tunji ayol degan unvonga erishdi. Biroq u buning bilanla bo'ldi qolmay, 1911-yili ikkinchi qatim Nobel mukofotiga erishib, ikki qatim Nobel mukofotiga erishgan bir ayol bo'lish sifati bilan ilm arboblarimi yetolmagan bir rekordni yaratdi. Sap Polsha millatchisi va erkinlik jangchisi bu ayol butkul dunyo ismini bildigan Mariya Curie-dan boshqasi emas edi. U 1867-yildan 1934-yilgacha yashagan edi. Uning davlatiga va insoniyatga qilgan xizmatlarida yerib charchashni bilmaydigan muntazam xizmatlarining, yiroq ko'rar, vatanparvar bir otining, ulug'vor g'oyaga ega bir muhitning, she'rlari, asarlari, rasmlari, muzikasi bilan uningga o'xshash kishilarga ilhom manbasi bo'lgan san'atchilarning har birining muqarrar holda bir to'pisi bor edi. Lekin bularning hammasining orqasida
to'xtovsiz besimlari bilan Mariyaning va uningga o'xshash nurg'un kishilarning ichki dunyosida yotgan qobiliyatlarining xohlamay turib bo'lsa-mu g'idiqlanishiga vosita bo'lgan ruslarning to'pisini asdan chiqarmaslik lozim. Qimmatli do'stlar, 7-bob mushu yerda tamomlandi. Keyingi qitimda men taqib etish bilan tugab ketmaydigan maktablar nomli bobni huzuringizga sunaman. Diqqatli bo'lganingizga rahmat. Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.